Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yili 1-oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 17-bob. Tashna qalb. Boshqalarning baxtini o'ylash bilan o'z baxtimizni topamiz. Platon. 1. Hayvat qad ko'tarib turgan tog' cho'qqilariga oqqush bulutlar yepishib turadi. Tağның zinati bo'lgan yap-yeshil qarag'aylar uning husniga husn qo'shib, kishi qalbida o'zgacha zo'q, havas qo'zg'aydi. So'zilib yotgan yeshil yayloqlarda har xil yova gullar mayin shamollarda yenik tavirnib turadi. Tinimsiz davolg'ib turgan ko'p-ko'k sayram ko'li qaragan har qanday kishini hayajon va hayronlik tuyg'usiga cho'mdirmay qolmaydi. Sayram ko'li o'zining sihri bilan ajoyib rivoyatlarga to'lgan edi. Buningdan nihoyatda uzun yillar ilgari bu yer ko'l emas, o't cho'pi, suyi mo'l, gul chechakka purkangan go'zal o'tloq ekan. Kunlarning birida shikarga chiqqan yalmavuz bu o'tloqda qo'y beqiyotgan go'zal qo'ychi qiz chimanni ko'rib qilib, niyati buzilib, navkarlariga qizni tutib o'rdiga opirishga farmon tushiribdi. Qiz Yalmavuzga itoat qilmay, qorovulning bexastarligidan foydalanib, otga minib o'rdadan qochib ketibdi. Yalmavuzning yasovuli qizning orqasidan iz besib qo'g'lab kelibdi. Yasovul qizga yetishib olay deganda, qiz tegi yo'q bir jirani ko'rib qopdi-da, uningga o'zini etibdi. Bu ishdan xabar topgan qizning yigiti, yiliqchi botur yigit Sidiq darhol yetib kelib, Yasovulni qilich bilan chipib o'ltirgandan keyin qizning ismini to'g'lab jiraga o'zini etibdi. Jiraning ichidagi suv shu zamotla g'azab bilan mavj urib, osmon palak to'lqin chiqarib, Yalmavuzni o'rdasi bilan qo'shibla yutibdi. Shuningdan e'tiboran bepoyon o'tloq hozirqidek ko'z yetkusiz cho'ng ko'lga aylanibdi. Hasrat alam bilan o'lib ketgan chiman bilan Sidiq to'lqinlab turgan ko'l ichida bir-biridan ayrilmaydigan ikki kichik orolga aylanibdi. Sayram ko'li Iskandar Zulqarnayn sharqqa yurish qilib, mushu atrofga kelganda, yerlik aholi bo'lgan Uyg'urlar bilan qattiq ilishganligi, urushda o'lganlarning qinidan ko'l hosil bo'lganligi bayon qilinadi. Yana ba'zilar Parizatda go'zal bir qiz yurtini qo'g'dash uchun yovlar bilan jang qilg'ili ketgan yigitini kutib, yosh to'kishlaridan bu ko'l hosil bo'lgan, shunga Sayram ko'lining suyi tuzluq deb rivoyat qilishidi. Ayni davrlarda yo oqmaydigan, yo toshmaydigan bu ko'l o'zining jalbkorligi bilan Sut ko'li, Tangri ko'li debmu atilib, bu yerdan o'tgan har qanday sayyohning opirin va zo'qmanligini qo'zg'agan, hatto muhim xotirlarni qoldirishga aldiratqizgan. Mazmut tog'lar o'ttirisiga joylashgan yeshillik qo'rshovida ko'p-ko'k suvlari tilimsiz mavj urib turgan bu ko'ldan urilayotgan namxush shamol ochiq bir tarixni eslatib turadi. To'xtamay chayqilib o'zining cheksiz bayoni bilan kishi qalbida ilohiy qudratning karomatini namoyon qiladi. Xiyollar bo'g'nuqqan armon, hasrat tug'larini ko'tarib ochiq tipirlashlardan keyin o'ziga qaytgandek bo'ladi. Yuraklardan chachirgan uchqunlar bara gulxonga aylanib, ko'zlarda g'azablik nur siziqini shakllantiradi. Shundoq o'zini to'nigan, yengida uyg'onishning nurona quyoshi yongan inson hamon boshqalarning ko'ziga qarab yashashni nomus deb biladi. Zulmatlik kechida hamisha tinab tamtirab, belgisiz yo'llarga nishonsiz ketavermaydi. Balki halokatning o'zlarini xor qilganlikdan quchoq ochadiganligini to'nib yetishib, so'lmas bir ruhning o'zlarini yangi bir yo'ruq dunyoga boshlab chiqadiganligiga shaksiz ishonadi. Mana bu insonning o'z-o'zini qutuldirishi edi. Barat Palvon shu topda ana shundoq tuyg'ularda bo'layotdi. Pat nimidandir beshiga bir chilak muzdek suv quygandek endikibmi ketadi. Shu topda Barat Palvon bu go'zal manzaralarga qarab ig'ir xiyollarga cho'mgan edi. Xudo bir saqlabdi,
Gomindanglar besib olgan bo'lsa, elimi baldur uyg'onib qaptiq. Bo'lmasa, ular otlarini yetilishib piyoda ketishyotdi. Pa, bu yer jannatning o'zi-ku, dedi Qurban atrofga to'ymay qarab. Afsuski, pari yo'q-da, dedi Turdaxun. Uyinglardagi pari bo'lmay nima? Bularning hozirgi holatidan unji xudiki chog'larini qiyos qilish tas edi. Bularning uchisida milliy armiyaning yarshimliq formasi ko'zni qamashtirib turadi. Ular bu kiyimlardan ruhlanib, burunqi tartgan azoblari ko'zlariga ko'rinmayotdi. O'zlarini amdila askar bo'lib jangga ketayotgandek his qilishadi. Ular Losugondagi tarbiyani tugutib, oldingi sapga mingishgan edi. Barat, dedi Yasin doktor. Başdala mushundaq hujumga atlagan bo'lsa-qa, uning ko'zlari hayajon ilkida o'ynab ketyotdi. Qahramon degan agar to'qa yo'llarni besib o'tib, o'zi mustaqil yo'l topadi. Tayyor qurol, tayyor oziq-tulikka tayinib jangga atlansa, uning anch payzi bo'lmaydi ekan. Yanila tayoq to'qmoq bilan jang qilgan vaqtlar qiziqarli bo'ladi ekan. U ashu japa mushaqqatli kunlarini eslab qilyotdi. Men o'zimga tayinib yashashni yaxshi ko'raman. Shunga Erdanidin yordam, shahardagi boylardan ochliq talab qilmadim. Xudoning o'z o'rlashtirishi bo'ladi. Eng yaxshisi har qanday odam vijdonini, g'ururini saqlab, boshqalarning ko'ziga qarmay, o'ziga tayinib yashashi lozim. Dunyoda odamdan qudratli kuch yo'q. Gap odam o'z qudratini tonib yetib, uni dal joyiga ishlatishda. Barat palvonning atrofidagilar uning so'ziga qoyil bo'lib bosh ling'ishdi. Ularning ko'ziga Barat palvon boshqacha ko'rinib ketdi. Barat palvon o'zmu harbiy forma bilan bakmu hayvatlik ko'rinadi. Uningga qargan har bir odamning ixtiyorsiz zo'qi qo'zg'aladi. Bizning yanala bir batalyonda bo'lganimiz yaxshi bo'ldi, dedi Nasraxun. Dushman uvusiga qachonmi tegish qilarmiz? dedi Qaraquvon xiyoldan beshni ko'tarib. Sen uni o'ylamay, avval yurtkilar bilan omon eson ko'rishib bo'lib, xotiningga tegish qilishni o'ylag'ina, dedi Turdaxun. Men aldirayotsam, uning gapidan hammasi kulib ketishdi. Milliy armiya qismlari bosh qo'mondonlik shtabining buyrug'i bilan janub, shimol va o'rta yo'nalish bo'yicha urushga atlandi. Barat palvon yigitlari Leskin qo'mondonligidagi shimoliy saf Kangsay 3-otliq tuanida bo'lib, bular Tarbag'atay, Altay viloyatlarini ozod qilish vazifasini ustiga olgan edi. Barat palvon 2-yengning boshlig'i edi. Buningdan u o'z burchining ig'ir ekanligini his qilyotdi. U hamma ishda ulga bo'lishni boshliqlikning sifati deb toniydi. Shunga u o'zi ulga bo'lgan jang maydonlarini ko'z oldiga keltiradi. Balalarini xiyol qilgan chog'larida Gomindang aksiyachilari ko'zlariga eng ashaddiy raqib bo'lib ko'rinadi-da, ozodlikqa patroq chiqishni armon qiladi. Shu xil armon ilkida yurki tinimsiz tipirlaydi. Tuan qo'mondonining jaranglik buyrug'idan jangchilar bo'lakchilar jonlanib, otlarga chabdaslik bilan minishdi-da, oldingi sapga qarab atlandi. Ularning nurlangan ko'zlaridan umid quyoshi balqib, yurakida armon, hayajon, shijoat tug'undilari tinimsiz to'lqinlaydi. Hayajonga to'lgan Qurban, mushu holatimni opam, dadam, Chimangul ko'rsa qanchalik xushal bo'lib ketar. Chimangul mendan faxrlanib, oldimga gul ko'tarib chiqarmi yoki deganlarni xiyol qilib, o'zicha kulib qo'ydi. Demisimi, u ota-onasini, bir tuqqanlarini, yurtini, so'ygan yari Chimangulni bakmo seg'ingan edi. Bo'libmi, Chimangulning o'ti uni bakrak qiynagan. Afsus. Havo ochiq bo'lib, issiq shamol ularning yuzlariga urilib, chekilarida munchaq tarlarni paydo qiladi. Ikkinchi, ular Bo'rtala shahriga yaqinlashgan sari yuraklari hayajon ilkida tipirlashga boshladi. Qurbanning ko'zlari boshqacha nurlanib ketyotdi. Qurbonga ko'zi tushgan Barat palvon uning ichki hissiyotini sezib qoldi-da, ko'z oldi qorong'ulashib,
yuragi tartishib og'rib ketdi. Hey, u bekmo azoblanib ketadigan bo'ldi-da. Burunroq aytib atsam-mo bo'ptikan. U shularni o'ylab, ko'zini Qurbondan uzdi. Jangchilar shaharga kirishga bekmo aldiravotdi. Ular uyidagilari bilan ko'rishib, ularni tong qoldirishni xiyol qilishatdi. Afsuski, ular Qurbon bo'lganlarning ota-onalarini o'ylaganida beshi qayg'andek, xiyollari chigishlashgandek bo'lishatdi. Ularning haybatlik yurishlari kishini haqiqatan tong qoldiratdi. Qalblarda cheksiz so'yinish tuyg'ularini qo'zg'aytdi. Jangchilar haybatlik qadam tashlab shaharga oz qolganda, ularning oldiga chiqqan xalq dengizdek to'lqinlandi. Ular yo'lning ikki tarafida turib, shavqin suran ko'tirishdi. Shamolxon yo'l o'rtasida gul tutgan holda usul o'ynayotdi. U o'zi yasagan gul chambarakni bo'yniga esib olgan, ham quliqiga shapaq to'ppisiga gul qistirib olgan edi. Keldi, ular keldi. Xalqning zulm dastidan muz bo'lib qetib ketgan jismi amdi asliga kelib, chiroyidan nur yig'ib turadi. Yoshson milliy armiya, yoshson xalqning farzand askarlari, yo'qolsin zulm, yoshson ozodlik. Ular shuar to'lig'icha ko'zlariga issiq yosh ilishgan edi. Ular qin-qiniga sig'mayotgan hayotinni qandoq ifodalashni bilmay qilishayotdi. Shamolxonga zo'qilib qarab turgan Barat palvon top orasidagi xotini bilan bolalarni ko'rmay qoldi. Dada, dada! Barat palvon ovoz chiqqan tarafga qaradi-da, yuragi ixtiyorsiz tipirlab ketdi. U otdan tushib ularning yiniga bordi. Voy, sizlarmi chiqqanmi? Salomat turdinglarmi? U bolalarni zo'ng'izib turib quchoqladi. Dada, ajab fayz bo'lib ketibsan, dedi cho'ng o'g'li Xivir. Tonimay qaptiq, dedi xotini. Uningdan ayrilib qoladigandek hissiyotda bo'lib, ichi ko'ygan holda. Sizlarmi ko'zlarimga boshqacha ko'rinyapsizlar. Sizlarni bakmo sig'indim. Barat palvon shundoq deb bolalarni to'ymay so'yib ketdi. Ayoli uningga yenishlab qarayotdi. Yuragi tipichaklab, teniqi tizlashib ketayotdi. Bo'ldi, dada, mijivatding bizni. Barat palvon bolalarni qo'llaridan bo'shtib, xotiniga qaradi-da, nafsi siqilgandek bo'lib, vujudiga illiq harorat yomridi. Xumarlashgan jup ko'z so'yguning tangdoshsiz qudratini namoyon qilyotdi. Agar kishilar bo'lmasa edi, Qurbonning umidga to'lgan ko'zlari chimangulni izlab toldi-da, yuragi ansiz so'qib, nafsi bo'g'ildi. Shu arada u chimangulning do'sti Hajarxonni uchirtib qoldi. Hajarxon, nimanda qarab ketisiz? Meni tanımayyotamsiz? Men Qurbon. Qurbon, va, nimanda fayz bo'lib ketdingiz? Uning tili gap kelmay jimib qoldi. Chimangul qani, u ko'rinmaydi-ku, dedi Qurbon taqozolik bilan. Texi bilmamsiz? dedi Hajarxon bo'sh ovozda. Uningga nim bo'ldi? dedi Qurbon ansiz holda. U tiz aytsangiz-chu, uningga nim bo'ldi? Qurbonning ko'zlari chekchiyib ketdi. U to'y qildimi? Yo'q. U dushmanning o'qida nima? U Qurbonning quloq tubida guldir-mama guldirlagandek, ko'z oldida chaqmoqlar shiddat bilan chiqilgandek bo'ldi-da, beshi aylanib o'ltirib qoldi. Qurbon! Hajarxonning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Mening balam ko'rinmaydi-ku. U qani? Mening balam, yurak param qani? Bir necha onaning ansiz yig'isi hammaylarni shu tarafga qarashga majbur qildi. Onalar pig'on bilan yig'lashmoqda. Yuraklari ig'ir azoblardan tipirlab, laxta-laxta qon bo'lmoqda edi. Voy balam, urushda qurbon bo'psan. Arminim yo'q. Men seni o'g'il deb tuqqan. Hayot bo'lsang kelatding. Meni bag'ringga bosatding. Jon balam, jinim balam, aziz balam. O'zingni o'ylamay, elni o'ylagan balam. Bu Yasinjonning onasi edi. Jinim balam, qani sen? Do'stlaring qatorida ko'rmadim-ku. Bu Ahmadning onasi edi. Muhammad Gangoning onasi-mu yig'idan to'xtaydigandek qilmaydi. Elni deb qurbon bo'psan balam, tuqqinimga men rozi.
Mert balam, gangung balam, seni nereden taparman? Qabrani nereden sorayman? Can balam, cinim balam. Çaşlarıga ak sancıgan, yüzlerini qoruq basqan bu analarning, atalarning içinişlik yığızari hemmeylerning yürəkini azdi. Əmdilətin ümid nuri parlagan gözlərində yaş tamçıları payda boldi. Qurbanning gözləri yaşqa tolğan bo'lib, qisas otlari uning vujudini ko'diratdi. "Men uning qisasini cho'qim olaman", deb qattiq varqirdi u. Qurbanning alamlik nidosini anglagan Barat palvon uningga ichinish nazari bilan qaradi, lekin uningga nima deb tasalli berishni bilolmay, daryo bo'yida uning qilgan hissiyotlik so'zlarini esiga oldida ichi tartishib og'irgandek bo'ldi. Qalbini chidag'isiz bir xil azob qamal qildi. U o'g'il bola chidishi kerak deb o'ziga o'zi tasalli berdi-da, bolalari va ayoli bilan vaqtincha xo'shashib Qurbanning yiniga keldi. Ajarxon bu chaqda qandoq qilishini bilolmay turadi. "Qurban, o'zingni besib ol. Men buni daxiyazlik chaqdila anglagan, lekin sana deyishga tilim bormagan. Oxir o'zing", dedi u g'amkin holda. "Sabr qil. Demiginingiz yaxshi bo'pti. Agar degan bo'lsangiz, shu yerdala o'lib ketarkanman. Buningdan tushkunlashib, o'zingni tashlab etma. Yurt, xalq texi tamamen ozod bo'lg'ini yo'q. Men uydagilarning yiniga boray. Men o'zimni tashlab etmayman. Men degan erkak. Cho'qim Chimangulning qisosini olaman." Uning yosh pardalari tortilgan ko'zlaridan qahri g'azab o'tlari yondi. Shu asnoda uning ota-onasi ko'zlaridan yosh to'kkanicha uningga quchoq ichib keldi-da, uni ching quchoqlab oldi. Qosim Jodaning onasi uningga yenishlab qaraydi, bag'riga bosatdi. Bularning keladiganlik xabarini anglab, yiroq yaqindan kelgan xalq o'zining so'yimlik jangchilariga olg'ach kelgan to'qoch, tuxum, go'sht degandek narsalarni sunishadi. Jangchilar xalqning himmatidan qattiq ta'sirlanib, hozirla yana jangga atlang'usi keladi. Nasiraxun, Qaraquvon, Turdaxun, Abliz Qari, Yasin doktorlarni oilasidagilarning sig'inish piyg'onlarida to'kilgan xushallik yoshlari aramsizlantiradi. Ular texmi kuchlangandek, g'ayratiga g'ayrat qo'shilayotgandek tuyg'uda edi. Bular tongning balduroq etib, oilasidagilar bilan baxt nurlarga cho'milishini xiyol qilishadi. Sidiq ko'k ko'zni otasi bir yonga tortib nasihat qilyotadi. "Bolam, sen xalqqa yuz kelolmaydigan ish qilma. Batur, yuraklik bo'lsang, men sendan faxrlanaman. Burun Gomindang uchun ketman chapqanlar hozir xalq oldida bosh ko'tarolmay yurishidi. Sen undaqlardan bo'lma. Munofiq deganning har ikki dunyoda yuzi qora bo'ladi. Molla Shangyo qon qusib bir axlatxonada o'lib qoldi. Xalq uning jasadini yerlikda qo'yishga unamay, oxir yanala o'z qarindishimizga deb ko'mib qo'yishdik. Odam vijdon, g'urur bilan yashashi kerak. Bolam, xalq uchun xizmat qilmoq nihoyatda ulug' ishdir. Bu 4 kunlik olam. Barar joyimiz Allohning dargohidir. Xalqqa xoinlik qilishdanmi ortiq nomus ish yo'q. Undaq odamning yuzi har ikki olamda yo'ruq bo'lmaydi. Mengu xor zabunliq ichida yashaydi. Xalq ularni qarg'aydi. Dada, mendan xotirjam bo'l. Menga ishon. Sen Barat palvondek mard, batur, shir yurak azmat bo'l. Yaxshi noming taralsin. G'ulja tarafdan kelgan jangchilar xalqning himmatidan ta'sirlanib, ko'zlariga yosh ilishgan edi. "Baratka, sizni hukumatning odamlari chaqiryotdi", dedi bir jangchi yugurib kelib. "Ma'qul, men Liskin bilan ko'rishibla boraman. Xo'sh bolam, kechda uyda ko'rishayli", dedi u ayoliga ma'nili qarab. "Dada, kechda tapanchani o'ynayman", dedi ikkinchi o'g'li Jilil. "Ma'qul", dedi u usul o'ynab jangchilarga gul taqdim qilayotgan Shamolxon tarafga qarab. Bu yerda hukumat organlaridagi odamlar qaytadan ratlangandan keyin ishlar xili yurishib qolgan edi. Erdani Tuani Tarbag'day Oltay tarafdagi dushmanlarning oldin to'sish uchun Shexu tosh yo'lga buyruq bo'yicha otlanib ketgan edi. Shahar boshqidan ovatlashib,
Ko'cha ko'ylarda qizg'in bir kayfiyat davom qilyotdi. Ko'chaning ikki qasnaqidagi buk baraqsan o'rmonlar, mevelik bog'lar kishiga ajoyib huzur baxsh etadi. Ko'chalar pak-pakiz supurilib, suvlar chichilgan edi. Shamolxon gohida quruq tamlarg'imi asabiylarcha suv chichib ketadi. Hamma yerdan bir xil pokizlik aks etib turadi. Gullarning xushbo'y hidlari demoqqa gupildab uriladi. Hamma joydan qushlarning chang'ildab sayragan ovozlari anglanadi. Milliy armiya bu yerda 3 kun turgandan keyin yana yurishni davom qildi. Menish oldida Shamolxon Barat palvon bilan qisqila paranglashdi. Shamolxon uning bilan mushu chaqda paranglashishni ko'ngliga pukib qo'ygan edi. Barat, men G'uljidagi yangiliklarni ko'rib, u yerga mehrim qanmay turib qoldim. Kechir, xizmatingda bo'lolmadim. Milliy armiyaning qurilish murosimi bakmo hayvat bo'ldi. Yig'lab tashladim. G'appar bek bilanmo ko'rishdim. U bu yurt ozod bo'lgandan keyinla G'ulja ko'chib ketgan-a. Barat, men sendan faxrlanaman. Xudo senga nusrat ato qilsin. Kurashdagi oldingda sen g'alaba quchib qaytib kelgan kuning dal mening baxt gulim echilgan kun. Aksicha bo'lsa balkim meni ko'rolmassan. Xayr, Xudoga omonat. Shamolxon shundoq debla hash-pash degicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Barat palvonni ig'ir xiyollar chulg'ib oldi. Xalq milliy armiyani quttu buloqcha o'zitib chiqdi. Ularning jangchilardan hech ayrilg'isi kelmayotdi. Ular jangchilardan mehrini uzalmay ko'z yeshi qilishdi. Ular ketgandan keyin bu yurt cho'ldarab qolgandek bo'ldi. Xalq o'zlarini qimmatlik bir narsadan ayrilib qolgandek his qilib, bir xil g'ariblik ichida qoldi. Ular o'zaro o'zimizning askari bo'lsa, nima degan yaxshi? Ularg'imi harbiy kiyimlar yarashidi ekan-ku, deyishatdi. Ular haqidagi parang hech besiqdigandek emas edi. Bog' ichidan Shamolxonning shodlik naqsi yangrayotdi. Ko'nglim ajab yayridi, baxit kulib baqqanda, qiron burkut osmonda parvoz qilib uchqanda. Keyin uning naqsiga qushlarmu jo'r bo'lib ketishdi. 17-bob tugadi.